inson qilayotgan ishlarida o'zini topmayotgan bo'lsa, qilayotgan ishlarida o'zini ko'rolmayotgan bo'lsa, tagda это самая большая проблема. Taqqoslash orqasidan qo'rquv hosil bo'lgan. Orzular ushalish xususiyatiga ega. Qalbingizga nima bilan yashayotgan bo'lsangiz, o'sha bilan sinalasiz. Faqat pul orqasidan qo'yayotgan bo'lsangiz, tagda bu gonka hech qachon tugamaydi. Muammoni ildizi bu pulda emas. Prosta savol berasiz, bu dunyoga nima uchun keldim men? O'shandagina siz o'zingiz xohlagan maqsadga erisha olasiz. Yemagan samsaga pul to'layman degan narsa yo'q. Qachondir yegansiz, endi to'layapsiz. Yoki to'layapsiz, keyinroq yeb qo'yasiz. Hech narsa tasodif emas. Siz o'zingizni qayerda baxtli his qiladigan bo'lsangiz, u yerda puldan muammo bo'lmaydi inshaalloh. 70 yoshga kirganingizda ham 100 yoshlik otangiz uchun siz har doim farzand bo'lib qolasiz va 70 ga kirganingizda ham otangiz sizni asrashga harakat qiladi. Iymoni kuchaygan inson har doim nafsini boshqara oladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Maqsud akam yana o'sha har doimgidek Yorvoration savollardan tayyorlab kelgan kadr ortida Maqsud aka. Boshlang Maqsud aka. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Biz bugun %100 loyihasini yangi sonini savol javoblariga o'tishni niyat qildik. Inshaalloh savollarni har doimgidek Maqsud akam tayyorladilar va men bugun o'zim yana har doimgidek operator, rejissyor, boshlovchi ham bo'laman. Xudo xohlasa bugun barcha savollarimizga kommentariyalarda qoldirilgan tomoshabinlarimiz savollariga javob berishga harakat qilaman. O'ylaymanki bu savol javobdan sizga ham manfaat bo'ladi. Birinchi savolni boshlaymiz. Birinchi savol: bir ishni qilaman desam, doim atrofimdagilar ustimdan kuladi degan qo'rquv bor. Shu sababli doim orqada qolib ketaman. Nima qilsam bo'ladi? Aksariyat insonlarda xuddi shu narsa bor. Atrofdagilarni fikrlari bilan qiziqish, atrofdagi insonlarni fikr mulohazalari nima bo'ladi va ularni orqasidan nimalarga erishaman, muvaffaqiyatsizlikka uchrasam insonlar gapiradi degan o'y xayollar orqasidan ko'pchilik insonlar bir ishga qo'l urishdan qo'rqib qolishgan. Sababi ko'pchilik o'sha o'zidan tashqari bo'lgan muhitdagi insonlarni fikrlari bilan qiziqib qolgan. Chunki hozirda shunday dunyoda yashayapmizki, bu dunyodagi bo'layotgan har bir ishlar avvalambor o'zimizni qiziqtirishi, o'zimizni xursand qilishiga e'tibor bermayapmiz-u, atrofdagi insonlarni xursand qilishga, ularni qiziqishini orttirishga bo'lgan ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Bu insonni o'sha ichki ruhiyatini, o'ziga bo'lgan ishonchini, o'ziga bo'lgan hurmatini sindirishdan boshqa ish bilan shug'ullanmaydi. Bu insonni imенно o'sha ichki ruhiyatda bo'lsin, o'ziga bo'lgan ishonchi bo'lsin, o'shalarni sindirganligi orqasidan buni asosiy sabablari nima deyilsa, buni asosiy sabablari oila. Oilada ko'pchilik o'sayotgan vaqtida, o'smirlik vaqtida yo bolaliklik vaqtida ota-onasi tomonidan, yaqin qarindoshlari tomonidan aynan o'sha plus va minuslarni aytilgan holda tanqidlarga uchratilganligi oqibatida insonlar boshqalar nima deydi degan xayol bilan o'sishni boshlagan. Chunki sen bir ishni yo'lga qo'ygan bo'lsang, bir ishni boshlagan bo'lsang, senga darrov boshqa kishini misol qilib ko'rsatishgan. O'shani orqasidan qo'rquv hosil bo'lgan. Taqqoslash orqasidan qo'rquv hosil bo'lgan. Bolalikda bir ish bilan shug'ullanaman degan o'spiringa uni qara, mana bu xolangning o'g'li, mana bu ammangning o'g'li, mana bu faloncha, mana bu qo'shnini o'g'li senga nisbatan ko'p daromad topyapti yoki yutuqlarga erishgan. Taqqoslanish orqasidan insonlar o'zligini yo'qotib qo'ygan. Buni asosiy yechimi nima deyilsa, buni asosiy yechimi har bir inson o'ziga kerakli bo'lgan o'sha qilishni xohlagan ishini qilishini boshlashidan boshlanadi. O'ziga bo'lgan ishonchini orttirishidan boshlanadi. Samootsyenka deb ko'pchilik gapiradi. Na samom деле samootsyenkani 21 ta самость типа человека bo'ladigan bo'lsa, samootsyenka 21-o'rinda turadi. Samoorganizatsiya, samonavigatsiya, samoslушание degan etaplari bor. Bu etaplardan inson o'tmagani uchun o'zi xohlagan natijalarga erisha olmaydi. Chunki samonavigatsiya nima? Samonavigatsiya bu точка A, точка B qayoqqa boryapman, nima uchun yashayapman degan savollarga javob beradigan savollardan biri.
aynan shu samon navigatsiyasi yo'qolgan inson boshqalarni navigatori orqali tam yashashni boshlaydi. Boshqalarni parametrlari bilan yashashni boshlaydi. Boshqalarni parametrlari orqali o'zini hayotini tam to'g'rilashga harakat qiladi. Bu asosiy insonga beradigan eng katta minuslardan biri. Chunki inson qilayotgan ishlarida o'zini topmayotgan bo'lsa, qilayotgan ishlarida tam o'zini ko'ra olmayotgan bo'lsa, tagda это самая большая проблема. Bu eng katta minuslardan biri. Nima qilish kerak deyilsa, men har doim aytaman, birinchi bo'lib hayotiy maqsadlarni aniqlab olish kerak va undan na samom деле kimga ko'proq manfaat keltiradi? Atrofdagilargami yo o'sha maqsadga erishadigan insongami? Masalan, 5-6 yil oldin kitob yozishni niyat qilgandim, lekin o'sha paytda boshqalar nima deydi, hali yetarli tajribam yo'q, insonlarga nima bera olaman degan narsa savollar bor edi. Va uni orqasidan tam o'zimni yaqinlarimga kitob yozmoqchiman. Shu bilimlarim inshaalloh kimgadir manfaatli bo'ladi deganimda, sen o'zing bir narsaga erishmagansan, boshqalarga nima manfaat bera olasan degan xulosani aytishgan va u xulosalarga men o'zim quloq solganligim uchun o'sha hayotiy tajribamdan olingan bilimlarni hech bo'lmaganda tam qog'ozga ham yozib qoldirmaganman. Bu eng achinarli insonning hayotida bo'ladigan holatlaridan biri hisoblanadi. Chunki siz bir ishni qilyapsiz, хорошо, tam balkim hozir vaqt emasdir bu narsani chiqarishga, bu narsani ommaga chiqarishga, tam balkim tayyor emasdirsiz, lekin boshlash uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Shu narsani bilgan har bir inson boshqalarni, tam atrofidagi insonlarni o'sha fikri bilan qiziqmaydi. Chunki asosiy sizga qiziq bo'ladigan bitta savol bo'ladigan bo'lsa, u ham bu qilayotgan ishim o'zimni ichki ruhiyatimni ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Hozir tradingni o'rganadigan, SMMni o'rganadigan, boshqa sohalar, programmirovaniyni o'rganadigan yoshlar endi kirayotgan bo'lsa, ularga hozir kelajak ishi deb aytilgan, lekin 10 yil oldinni oladigan bo'lsak, 15 yil oldinni oladigan bo'lsak, tagda o'sha ota-onalarimiz bizga shaxsan meni o'zimga, meni tengdoshlarimga kompyuterxona borishga ruxsat berishmagan. Hozir bu kibersportga aylangan. Agar o'sha paytda ota-onalarimiz farzandim kelajagi uchun harakat qilyapti va kompyuterxonada yomon narsa yo'q degan ideologiya bo'lganda, ko'p hozir programmistlar balkim chiqardi, balkim eng zo'r deylik marketologlar chiqqan bo'lardi. Buni hammasi o'sha aynan yoshlikda qo'yilgan to'siqlar orqali insonga singdiriladi. Shuning uchun sizda qandaydir qarshilik bo'ladigan bo'lsa, tagda eng katta qarshilik qiladigan bu shaxsan siz bo'lishingiz kerak. Sizdan boshqa hech qanday qarshilik bo'lmasligi kerak. O'shandagina siz o'zingiz xohlagan maqsadga erisha olasiz. Ikkinchi savol, orzularimga yetishim uchun ular real hayotda yaqin bo'lishi kerakmi? Orzuga yetish uchun nima qilish kerak o'zi? Orzuni xom xayoldan asosiy farqi bor. Bu nima? Orzuni asosiy xom xayoldan farqi bu raqamlashtirilganligi. Orzu qilish yomon emas. Mечтать не вредно, оно полезно. Foydali tomonlari bor. Fikrlash doiralarini, masshtab mishleniyani o'stiradi. Это хорошо, вообще не вопрос. Но самый главный, o'sha xayol qilayotganingizda u xom xayol bo'lib qolmasligi uchun siz nima qilishingiz kerak deyilsa, siz birinchi bo'lib u narsani raqamlashtirishingiz kerak bo'ladi. Har bir raqamlashtirilgan orzu maqsadga aylanadi va o'sha maqsadni 5 ta punkti bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bu srok, ikkinchisi izmirение, uchinchisi konkretika, to'rtinchisi bu realna, beshinchisi bu sabab. Ko'p vebinarlarimda, dasturlarimda aytib o'taman. Orzuni maqsadga aylantirish uchun 5 ta punktni qo'shish kerak. O'shandan keyin inshaalloh bu maqsadga aylanadi. Endi asosiy insonning hayotida 4 ta etap bor. Birinchisi bu qaror qabul qilish, ikkinchisi rejalashtirish, uchinchisi harakat, to'rtinchisi bu natija. Beshinchisi natijadan chiqilgan pluslarni, minuslarni olib yana bir boshidan boshlash kerak. Yana maqsad, rejalashtirish, harakat, natija. Ko'pchilik insonda nima bor deyilsa, har doim harakat bor va natija bor. Reja bilan qaror qabul qilish yo'q. Mana shu narsani shakllantirgan inson inshaalloh har bir orzuga erishadi. Chunki orzular ushalish xususiyatiga ega. Ular
bu xususiyatga ega bo'lishi uchun insondan talab qilinadigan narsalar bor. Uni raqamlashtirish kerak, maqsadga aylantirish kerak, qaror qabul qilish kerak, undan keyin rejalashtirish kerak, rejadan keyin harakatni boshlash kerak, natijani tahlil qilib, yana qaytib harakat va natijadan davom ettirish kerak. O'shanda har bir orzu обязательном порядке amalga oshadi. Pulni deb uyda janjal ko'p bo'ladi, hech kim tushunmaydi, yechimi bormi? Hozir kecha kunduzda ko'pchilik insonlarning hayotida pulni deb muammo bor, janjal bor. Buni asosiy sabablaridan biri bu insonlar o'zidagi o'sha hayotini mazmuniga aylantirgan narsalardan biri bu pul bo'ladi. Aynan shu pul insonni hayotiga muammoni ham olib keladi, yechimni ham olib keladi. Bu narsadan qutulish uchun nima qilish kerak deyilsa, fokusni puldan olib tashlash kerak. Muammoni ildizi bu pulda emas. Agar muammoyingiz pul bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa va pul bilan hal bo'ladigan bo'lsa, demak bu rasxod. Bu pul muammosi emas. Demak, sizda pulni deb uyda janjal bo'layotgan bo'lsa, tangda munosabatlarda muammo bor. Chunki pulni muammosi, pulni ildizi bu muammo bo'lmaydigan bo'lsa, demak tagda munosabatda muammo bor. Bir-birini tushunmaganligi orqasidan, bir-biriga podдержка bermaganligi orqasidan, bir-biriga bo'lgan ishonchi pastligi tufayli pul ustida muammo bor. Men bilaman, masalan, hozirgi kecha kunduzda atrofimda bir nechta oilani bilaman. Pulni deb oilasi buzilib ketyapti. Pulni deb aka-uka yuz ko'rmas bo'lyapti. Pulni deb qancha janjallar bo'lyapti. Buni asosiysi nimada? Insonni ongi, fokusi faqat pulga qaratilgan. Men uverinman, bu insonlarning hayotiga pul kelsa, u muammosi yechilmaydi. Muammo naborot ko'payadi. Shuning uchun inson avval ichki ruhiyati bilan kelishib olishi kerak, munosabatlari bilan kelishib olishi kerak, atrofdagi okrujeniyasi bilan kelishib olishi kerak. Undagina muammo, tenglik, rasxod bo'lib qoladi. Hozirda munosabat qo'shilgan pul ravno muammoga aylanyapti. Mana shu formulani har bir inson o'ziga mos qilib, pul rasxod bo'ladi har doim. Qolgani munosabatlarga bog'liq, отношениyaning eng kuchli tomonlariga bog'liq. Er-xotin bilaman, ba'zi holatlarda даже ayolini pulni deb ayolini uydan haydagan erkaklarni bilaman. Aka-uka bir-birini ko'rmas bo'lib ketganlarni bilaman. Shu kecha kunduzda shunday insonlar bor. Pulni deb birovning ustidan mag'zava ag'darayotgan insonlarni bilaman. Bu ularning dunyo qarashi pastligi, oilada faqat fokus pulga qaratilganligi, pulga qul bo'lib qolgan insonlar toifasiga kirganligi uchun shunday deb bilaman. Men aniq uverinman, qancha pul bo'lsa bu insonlarning hayotida shuncha muammo ko'payadi. O'sha uchun Alloh ba'zi bir insonlarni pulni ko'paytirmasdan sinaydi. Chunki zarani biladi Alloh, что pul beradigan bo'lsa bu odam ko'tara olmaydi. Pul yo'qligida haydayapti, pul kelsa 2 marta haydab yuboradi. Xuddi shunday bo'lmasligi uchun Alloh o'sha narsadan kesib qo'yapti. Qalbingizga nima bilan yashayotgan bo'lsangiz, o'sha bilan sinalasiz. Faqat pul orqasidan qo'yayotgan bo'lsangiz, tagda bu gonka hech qachon tugamaydi. O'zligingiz bilan kelishib olishingiz kerak. На самом деле, что вас радует в жизни, кроме денег? Pul yomon emas, pul zo'r instrument, любой muammolaringizni yechadi, boshqa narsa qiladi. Lekin savol bor. O'sha muammoni kim yaratdi? Nimalar orqasidan bu muammolar yaraldi? Agar inson o'sha aqlini to'g'ri ishlatadigan bo'lsa, o'sha muammo yaralmaydi pul bilan bog'liq. Faqat imkoniyat yaraladi. O'ylaymanki, to'g'ri javob berishga harakat qildim. Bu berayotgan savollarga javoblarim hammasi albatta tajribamdan kelib chiqqan holda bo'lyapti. Hech qanday kitobiy gaplar, chiroyli gaplar gapirishga harakat qilmayapman. Shuni inobatga olasizlar. Xo'p, ketdik. Hayot mazmunini topa olmayapman yoki men tushunmayapman. Hayotni mazmuni nimada? Oilamdan tashqari variant ayting. Xo'p, eng yaxshi savollardan biri. Hayotni mazmuni nimada, uni topa olmayapman. Hayotingizga kerakli pul bo'ladigan bo'lsa va ish bo'ladigan bo'lsa va siz mazmun topa olmayotgan bo'lsangiz, demak noto'g'ri joydan qidiryapsiz. Noto'g'ri joydan qidiryapsiz. Pul bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, hayotda tinchlik bo'ladigan, oilamdan tashqari deyilgan, demak oilada hamma narsa zo'r.
Tagda savol bering, bu dunyoga nima uchun keldim man? O'zingiz bilan o'tirasiz, alohida bir xonada, tam tinch joyda savolga javob berasiz. Tam bu dunyoga nima uchun keldim man? Alloh meni nima uchun yaraldi? Nima uchun tam 320 million spermatozoid orasidan man dunyoga keldim? Bu savolga tam konkretni javob berishni boshlagan inson обязательно hayot mazmunini topadi. Kimdadir hayot mazmuni tam do'stlari bilan, tam yaqinlari bilan tinchgina dam olishda bo'lishi mumkin. Kimdadir tam farzandlari bilan bo'lishi mumkin. Kimdadir sevimli ishida bo'lishi mumkin. Masalan, Elon Muskni oladigan bo'lsak, men ko'p uni hayotini qiziqaman. Nima uchun qiziqaman? Chunki u dunyo chempionlaridan biri, o'zini sohasida tam har tomonlama dunyo chempionlaridan biri hisoblanadi. Va uni hayotidan kerakli insaytlarni olish mumkin. Hayotning asl mazmuniga ishini kirgizib qo'ygan bo'ldi. O'sha ishini olib qo'yadigan bo'lsa, hayoti mazmunini yo'qotadi. Chunki u o'ziga yaxshigina savollar bergan. Bu dunyoga bekorga kelmadim. Qilayotgan proyektlarni ko'radigan bo'lsak, bir o'zi qilmayapti, конечно, lekin o'sha atrofida kerakli jamoalarni yig'ishi uchun, uni ichidagi motivatsiyasi, dunyo qarashi va hokazolarning hammasi sabab bo'lgan. Shuning uchun prosta yig'ishtirib qo'yasiz hamma ishlaringizni, o'zingizga tinchgina joy topasiz. Tabiat qo'ynida, отдельно xonada, без разницы. Prosta savol berasiz, bu dunyoga nima uchun keldim men? Alloh meni nima uchun yaratdi? O'shanda siz aniq javobni topasiz. Моя миссия где находится? Men eslab bilaman, 2022-yil Valeriy Sinelnikovni darsiga borganimda hamma narsam bor edi, alhamdulillah. O'sha dars jarayonida men na samom деле o'zim hayotiy missiyamni topib bildim deb o'ylayman. Ba'zida o'ylaymiz, bu ishni qilaman, masjid quraman, insonlarga yordam beraman va hokazo. Bu ba'zi payt o'zimizni gunohlarimizni yuvish uchun bo'ladigan maqsadlar bo'ladi. Lekin na samom деле missiya моей жизни deyilsa, u yerda sizdan boshqa inson bo'lmaydi. Avval siz o'zingizni missiyangizni, hayot missiyangizni yaratasiz va u missiya atrofida kerakli insonlar yig'iladi. Har bitta insonning hayotida xuddi shunday. Ba'zi bir missiyalar bir-biriga bog'liq, ba'zi bir missiyalar bir-biri bilan parallel, ba'zi bir missiyalar bir-biriga qarshi. Shu narsani topgan inson hayotida mazmunini topadi va u umuman o'tkazgan kunidan afsuslanmaydi. Xo'p, hayolimda xuddi bir narsani kimgadir aytsam, do'stlarim, tanishlarim, ular meni ko'ra olmaydi, bir yomonlik qilishi mumkin degan xayollar meni odam ovi qilib qo'ydi. Juda yaxshi savol. Maqsadlarni ommaga aytish bu qo'rquv degani. Aynan ommaga aytishdan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, boshqalardan yomonlik kutadigan bo'lsa, bu как раз o'sha miyamizdagi plus minuslar bilan bog'liq. Ko'p holatlarda biz o'zimizga kerakli bo'lgan maqsadlar yoki harakatlarda nima qilamiz? Kimgadir ishonib topshiramiz va u topshirgan sirimiz bo'lsin, maqsadimiz bo'lsin, energiya olishni o'rniga u ispareniyaga qarab boradi. Deylik, siz menga siringizni aytdingiz yoki maqsadingizni aytdingiz, men sizni ustingizdan kulib qo'ydim. Taqda nima bo'ladi? Taqda siz aynan shu menga o'xshagan insonlarga uchrab qolaman degan убеждение bilan yashashni boshlaysiz. Убеждение bu nima? Убеждение это информация, подтвержденными фактами. Ma'lumot hayotiy tajribadan tasdiqlar olingan tam bir instrument hisoblanadi. Bu instrumentni to'g'ri foydalanish uchun atrofingizdagi hamma ham kozol mas degan убеждениeni yaratish kerak. Убеждениeni o'zgartirish uchun изначально сомнение надо внедрить. O'sha ikkilanish bo'lishi kerak. Hayotingizdagi hamma ham sizga yomonlik qiladigan inson emas, lekin yomonlik qilgan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, demak sizda xuddi shunday убеждение bor. U убеждениeni topish kerak. Qachon, qayerdan keldi bu убеждение menga? Nima orqasidan, qaysi informatsiya orqasidan bu menga tasdiqlandi degan savolga javobni konkretna berishingiz kerak bo'ladi. O'shandan keyingina siz qo'rquvni olib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Okay. Siz ildizini topdingiz, kimgadir siringizni aytgansiz, maqsadingizni aytgansiz va hokazo, ularning ortidan sizni kalaka qilishgan, ustingizdan kulishgan va hokazo bo'lgan.
Aynan o'sha narsani topgandan keyin unga сомнение kirgizish kerak. Сомнение kirgizish uchun nima qilish kerak deyilsa, любой bitta maqsadingiz bo'lsin, rejangiz bo'lsin, tam qiladigan ishingiz bo'lsin, без разницы. Tam o'zingizga yaqin bilgan 10 ta insonga aytib chiqasiz va ular orasida sizga ishongan inson обязательно bo'ladi. Ularning original ikkitasi bor. Bittasi otangiz, bittasi onangiz. Sizga hech qachon tam ikkilanmaydigan. Tam siz han eplay olmaysan, san qila olmaysan degan gapni aytishmaydi. Ba'zi bir yoshlar shu narsaga убежденияsi bor. Men ota-onamga bir ishni qilaman desam, ular tam bo'ladigan ishni qil deb meni motivatsiyamni o'ldiradi deyshadi. Na samom деле bu noto'g'ri informatsiya. Ota-onangiz sizga bir ishni qilaman deyotganingizda boshqa ishni qil deyishlari bu o'sha ishda ularda qo'rquv borligini anglatadi. Ularda tajriba borligini anglatadi. Ularda u sohaga nisbatan balkim bilim yo'qligini anglatadi. O'shani oqibatida sizni asrash uchun bu bilan emas, o'zlariga tanish va tajriba bor sohani sizga tavsiya etadilar. Ради безопасности. Ota-onaning asosiy vazifalaridan biri farzandiga mehr berish va uni har doim himoya qilish. Siz tam 70 yoshga kirganingizda ham 100 yoshlik otangiz uchun siz har doim farzand bo'lib qolasiz va 70 ga kirganingizda ham otangiz sizni asrashga harakat qiladi. Поэтому bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak, undan keyin harakatni boshlash kerak. Ko'pchilik insonlarning hayotidagi asosiy muammolaridan biri bu hayotidagi tasdiqlarni topmaganligidan, o'sha ishonchi pastligidan. Nima uchun deyilsa, o'sha ota-onani безопасностini, ota-onani himoyasini har doim qarshilik sifatida qabul qilgani uchun. Men sizga bir narsani beryapman, bu narsa oq, yumshoq deb siz men uni qo'limdan olayotgan vaqtingizda siz nima deysiz? Yo'q, bu oq emas ekan, bu qora ekan va qattiq ekan degan убеждение bo'ladigan bo'lsa, u tagida tam insonda qo'rquv paydo bo'ladi. Aynan shuning uchun nima kerak deyilsa, munosabatlarga urg'uni ko'proq berish kerak. 5 языков любви degan kitob bor. U kitobni o'qigan har bir inson u kitobdan har bir insonning o'zini ichki valyutasi o'sha tam nimani yaxshi ko'rishi haqida va nimalar uni aynan o'sha язык любвini topib beradi. Tam безопасность bo'lsin, kimgadir tam vaqt ajratish bo'lsin, kimgadir syurprizlar bo'lsin, shu orqali siz bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Munosabatning asosiy kaliti har bir insonning ichida, atrofdan qidirish kerak emas. Aristotelning bir gapi bor, tam insonlarga quyosh bo'lishiga ruxsat beringlar va u atrofni yoritadi va isitadi. Xuddi shunga o'xshab, tam avval o'zingizdan boshlanishi kerak. Ishlagan haqqimni ola olmayapman. Nima qilishimni maslahat berasiz? Puli bor odam bermayapti. Hozirgi kunda bunday insonlar juda ham ko'p. Agar puli bor odam ish haqqingizni bermayotgan bo'lsa, birinchi bo'lib u inson bilan ishlashni to'xtatish kerak bo'ladi. Asosiy narsalardan biri puli bo'la turib sizni haqqingiz yetgan bo'lsa, u insonga hech qachon dalshi xizmat ko'rsatish kerak emas. Prosta to'xtatasiz, rizqingizni boshqa joydan qidirishni boshlaysiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, tam bermayotgan bo'lsa, endi tam qonuniy yo'llarini aytib o'tirmayman, uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li, bir kishi sizdan qarz va u qarzini qaytarib bermayaptimi, o'zingizga savol berishingiz kerak. Nimada qarzlarim ko'p? Nimada haqni bera olmayapman degan savolni o'zingizga bering va siz aniq javobini topasiz. Balkim sizda ko'p tam yopilmagan ishlar bor. Kimgadir va'da bergansiz, erta qilaman, indin qilaman va u narsani qila olmayapsiz. Shuning uchun sizning haqqingiz sizgacha kelmayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, tam kimgadir pulingiz bor, uni ola olmayapsizmi? Demak, siz ham kimnidir haqqini bermay qo'ygansiz. Buni yaxshilab qidirib chiqish kerak bo'ladi. Yemagan samsaga pul to'layman degan narsa yo'q. Qachondir yegansiz, endi to'layapsiz. Yoki to'layapsiz, keyinroq yeb qo'yasiz. Tam hech narsa tasodif emas. Uchinchi asosiy narsasi, o'zingizga savol bering tam. Namozlaringizni o'qiyapsizmi yo o'qimayapsizmi? Ibodatlaringizda mustahkammisiz, mustahkam emasmisiz? Va o'sha qazo namozlaringiz, Alloh oldidagi qarzlaringizni bir hisob kitobini qilib chiqing. Qaytarishni boshlagan paytingizda inshaalloh sizga kimni puli bo'lsa qaytarib keltiradi. Hayotimda tajribadan o'tganligi uchun bu narsani aytyapman. Boshqa xil yo'lini bilmayman.
Tam qonuniy yo'llarini o'zingiz bilasiz. Bu tomonlama yo'llarini men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda maslahat beryapman. Uni qilmaslik bu sizni o'zingizga bog'liq. Asl soham boshqa, lekin u sohadan ketishni xohlayapman. Boshqa pulli ko'proq topadigan sohaga o'tmoqchiman. To'g'ri qarormi? Bir tomondan to'g'ri qaror, ikkinchi tomondan noto'g'ri qaror. Chunki sohani faqat pul topish uchun almashtirish kerak emas. Внутреннее спокойствие deydi. Ichki sokinlik qayerda bo'ladigan bo'lsa, o'sha sohaga fokusingizni qarating. O'shanda sizga ko'proq pul keladi. Deylik, men hozir o'zida novvoylik qilib bilamanmi? Novvoylik qilib bilaman. Va u yerda meni o'zimni energiyam bormi? Bor. Mehrimni berganman, berganman. O'zimni ham sokin his qilamanmi u yerda? Qilaman. Demak, u yerdan men xohlagan pulimni topa olaman. Ana endi novvoylik bilan tradingni taqqoslaydigan bo'lsak, qaysi birida men ko'proq o'zimni sokinroq va manfaatliroq his qilaman desa, tradingda. Dars berganimda, manfaat ulashganimda, faqatgina xamir qilib non yopganimda emas. Bu soham bilan shug'ullanganimda ham o'zimni erkin, manfaatli his qilaman. O'sha uchun pulni o'zi meni topib keladi. Agar pul orqasidan quvadigan bo'lsam, u quvish hech qachon tugamaydi. Bugun balkim siz qayerdandir tam $500 oylik olyapsiz. $1,500 uchun ishdan ketishingiz mumkinmi? Mumkin. Agar sizga tayyor $1,500 beraman deyilsa va u bir necha oy davom etadigan bo'lsa. Undan keyin bir ishni o'zgartirishdan oldin sizda podushka безопасность bo'lishi kerak. Deylik, siz hozir $500 oylik bilan ishlayapsiz va sizga $1,500 taklif qilishdi. Bir oy $1,500 berib, keyinchalik ham kelisha olmadik, ishlarimiz o'xshamadi demasliklari uchun nima qilish kerak? Tam uyda podushka безопасность bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda tam 3 oylik, 6 oylik sizda tam yeb ichishga, tam bitovoy rasxodlaringiz uchun kerakli mablag' bo'lishi kerak. Undan keyin ishingizni bemalol qo'rqmasdan almashtirsangiz bo'ladi. Deylik, siz men bilan kelishdingiz, $1,500 oylik maosh sizga taklif etdim, lekin bir necha oy davomida tam ko'ryapmiz, bir-birimizga to'g'ri kelmayapmiz. Balkim qadriyatlarimiz to'g'ri kelmayapti, balkim men sizdan kutgan narsamni ola olmayapman, balkim siz mendan kutgan narsangizni ola olmayapsiz. O'shanda nima bo'ladi? Yo'llarimiz kesishadi. Yo'llarimiz kesishgan vaqtida siz davomiy tarzda hayotingizda majburiyat yuzasidan menda ishlashni davom etmasligingiz kerak bo'ladi. Tam uydagi rasxodlaringizga pul borligi uchun siz o'zingiz yoqtirgan ishni topishga vaqtingiz, imkoningiz bo'lishi kerak. Bo'lmasa hayot tarzi faqat ish, uydan iborat bo'lib qoladi. Aynan shu narsalar bo'lmasligi uchun insonning har birini o'zida birinchi bo'lib ichki ruhiyat tomonidan tam qayoqqa yuboryapti, o'sha yoqqa fokus qaytarish kerak bo'ladi. O'sha fokus qaytarilgan joyda, fokus topilgan joyda energiya bo'ladi. Energiya однозначно равно денег. Siz o'zingizni qayerda baxtli his qiladigan bo'lsangiz, u yerda puldan muammo bo'lmaydi inshaalloh. Buni so'raganim uchun uzr. Uylanganimdan keyin ayollarga qiziqishim yana oshib ketdi. Ishdan diqqatim qochgan. Nima qilsam bo'ladi? Uylangunimcha unaqa emas. Hayot mazmunini topgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Дело не в том, что endi ayolingizga nisbatan qiziqishingiz ortayotgan bo'lsa, это хорошо. Begona ayollarga ham qiziqishingiz ortayotgan bo'lsa, это плохо. Ayolingizga qiziqishingiz ortayotgan bo'lsa, bu muhabbat belgisi. Ayollarga, boshqa ayollarga qiziqishingiz ortayotgan bo'lsa, bu iymonsizligini belgisi. Shuning uchun ham bir o'zingiz bilan kelishib olishingiz kerak. Insonni mana bugun 8 ta savol berilgan bo'lsa, 8 ta savolning hammasini ichida bitta javob bor. O'zingizga savol bering. Kim aybdor? Tam insonning hayotida nafsi bor va xohish istaklari bor, uni hammasi nafsga kiradi. Ana endi bu nafs to'g'ri направленияda bo'lgan bo'lsa, demak nafs boshqarilyapti. Agar noto'g'ri направленияda bo'ladigan bo'lsa, demak nafs boshqaryapti. Pul orqasidan tam sohani o'zgartirmoqchiman. Nafs boshqarishga harakat qilyapti. Va hozir inson qarori bilan meni oldimga kelgan, aka, mana bu qarorim, siz javob bering shu qarorimga deyapti. Правильно, неправильно? То есть menda yo'q u savolga javob. Menda texnologiya bor. Asl javob kimda bor desa, asl javob sizda bor. Agar na samam jeli uylanguningizcha tam hayot nimaligini bilmagan bo'lsangiz, nimadan iboratligini bilmagan bo'lsangiz, hozirda tam ayolingizga qiziqish ko'p bo'layotgan bo'lsa, muhabbat belgisi, пожалуйста, tam
ishingizni o'zgartirasizmi, oilangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazasizmi, это ваше дело. Lekin ko'zingiz tam naleva направо o'ynayotgan bo'lsa, tagda iymonni kuchaytirish kerak bo'ladi. Iymoni kuchaygan inson har doim nafsini boshqara oladi. Demak, nafs sizni boshqarmasligi uchun o'zingiz bilan savol-javob qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, qadrli do'stlar, o'ylaymanki 8 ta savolga chiroyli javob berdim va keyingi videolarimizda aynan trading bo'yicha savollarga javob bersam yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yaxshilikda ko'rishguncha. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun Maqsud akam yana o'sha Har doimgidek Yorvoration savollardan tayyorlab kelgan kadr ortida Maqsud aka. Boshlang Maqsud aka.